Ko'p keladi. Ko'pincha biz choy sotamiz. Afg'on choylarini. Biz 6-7 yildan beri choy ishiga qo'shilganmiz shukur. Shuni yozib shu darajaga keltirdik. O'zbekistonga ham mahsulotimizni yetkazamiz deb jahon bozori ochilgan uchun shu yerga kirdik. Alhamdulillah ishlarimiz yaxshi, yerlashyapti. Bozordagi sharoitlar qanday? Bozordagi sharoit hammasi cho'k. Xudoga shukur, nalog yo'q, pashta yo'q. Sotamiz, savdoimizni qilamiz, ertalab kelamiz, kecha ketamiz. Savdolarimiz yaxshi, Afg'onistondan ham xalq keladi, O'zbekistondan keladi. Surxondaryo qanaqa Surxondaryoga kelsangiz qanaqa his qilasiz? Surxondaryoga borsak, qarindoshlar bor, boshqa bor. Yaxshida joy yaxshi. Hali inshaalloh qiziqishimiz ko'p. Lekin imkoniyat bo'lsa, viza olish kerak uchun viza bermayapti Afg'onlarga. Yanada rivojlantirmoqchisiz. Inshaalloh bundan ham zo'r qilamiz. O'zbekiston bo'ylab choylarimizni tarqataman, tanitiraman. Necha xil choyingiz bor bu do'konda? Bu do'konda 30 xil assortiment choylar bor. Mana Afg'oniston halvolarini choylarni ichishga olib kelamiz. Oqcha degan tumanlarda yaxshi kuzatadi, ishlab chiqaramiz. Kunjut holva. Ular kunjut holva. Necha pul buni narxi? Mana bu 1 kilosi 30 ming so'm. Mana 2 donasi 1 kilo bo'ladi. 4 ta ham. Bu holva ta'mi mazasi bor. O'zbeklar ham kelib olyaptimi? O'zbeklarga yoqqan. Mana yeb ko'ramiz. Buchi, bu qanday holva? Ko'rmagan. Bu holva pista holva. Afg'onistonda sut qo'shadi, pishiradi. Zo'r ta'mi. Ta'mi. Choy ham bor keyin, choy ichamiz-da. O'zbekistonga kelsangiz o'zingiz qanaqa his qilasiz? Endi hayajonda hozir biz borsak inshaalloh yaxshi bo'ladi. Savdo zo'rmi? Qancha daromad qilasiz bir kunda mana shu yerda? Endi bu yerda savdo bo'ladi sekin-sekin. Kuniga 100 ming, 150 ming bo'lib turibdi. Optim sotsak yaxshi bo'ladi. Ko'proq. Ko'proq. Misol pulaga chiqsak, 1000 karobka, 2000 karobkaga chiqsak, viloyatlar bo'ylab delerskisi degan odamlar shu yerga kelsa aloqaga chiqsa bo'ladi. Chiqarib berish xizmati bizdan. Ha, dilerlar bilan ishlamoqchisiz. Optimchilar bilan O'zbekistonda. Hozir bizdan Surxondaryo xalqi kelyapti, dona yo'llarda. Ular ko'p chiqarishga O'rganish jarayonida hozir. sekin-sekin. Bir so'zni aytganda O'zbekistonni siz ikkinchi vataningiz desak bo'ladi, to'g'rimi? O'zbekiston ikkinchi vatanimiz, hammamiz bir xalq. Bir qondanmiz. Afg'onistonga o'tganmiz, har joyga o'tganmiz, Afg'oniston O'zbekiston do'stligi doimo bo'lgan, ham endi bundan buyon mustahkam bo'ladi. Bu yoqda qarindoshlaringiz ham bormi? Ko'p Surxondaryoda. Shuni ayting, Surxondaryoda qarindosh. Surxondaryoda tirimizda ko'p. Qarindoshlarimiz. Qarindoshlarimiz bor. O'zimizda urug' qarindoshlar o'tib qolgan, Turkmanistondan bu yoqqa o'tgan. Bizlar aslida afg'on turkmanlarimiz. Tez-tez kelib turasiz. Tez-tez aylanib turamiz. Shu yerda keladi, ko'rishamiz. Maslahatlashamiz, mehmonlikka bo'lib. Shu yerda endi restoranda mehmon qilamizda, ular chiqishiga imkoniyat yo'q, biz ham chiqishga imkoniyat yo'q. Bu zo'r sharoit kuzatilgan yaxshi. Sizlarga yoqdimi shunaqa sharoit? Shu sharoit juda yaxshi. Bozor chunki yaxshi-da. Ham O'zbekiston xalqi kelib bir-birini tanishadi. Ism familiyangiz? Ayting. Ism familiyangizni Tug'ilgan kuni O'zbekiston prezidentini tug'ilgan kuni. Prezidentga rahmat degan. Ham tug'ilgan kuni ushbu Shu shaharda bizga yaratib bergan uchun Afg'oniston xalqi tomonidan O'zbekistonda prezidenti Mirziyoyev prezidentiga, O'zbekiston prezidentiga rahmat aytib qo'yamiz. Bizga zo'r sharoit tuzatdi. Prezidentga rahmat. Prezidentga rahmat. Men Salohiddinman, familiyam Rahimiy. Salohiddin Rahimiy. tadbirkor.